Drain effektimizdan bir oylik dastavkaga chiqib ketyapti qizlarjonlar. Drain effektimizni vazifasi organizmdan ortiqcha suyuqliklarni chiqarish, ozish prosessini yo'lga qo'yish, ya'ni ozish uchun birinchi qadam hisoblanadi. Otyuklardan sizni xalos qiladi va kuniga 1-2 sm ob'yemlaringizdan kirgizishga yordam beradi. Demak, qaranglar, drain effektimizni ikkalasini ham effekti bir xil, faqat drain effektimiz qizilini tarkibida gratsi kambodjan ekstrakti borligi sababli sizni ishtahangizni bo'g'ib, shirinlikka bo'lgan ehtiyojingizni kamaytirib beradi. Ikkalasi ham naturalniy, ikkalasi ham halol mahsulot. Drain effektimizni yashili, demak tarkibida oq choy, lemongrass, aloe, miyata, apunsa, ravoch dan tashkil topgan. Sizni o'sha organizmingizda ortiqcha suyuqliklarni chiqarib tashlaydi, pochkalaringizni yuvadi va o'sha ozishga birinchi qadam hisoblanadi.